Assalomu alaykum aziz birodarlar, sog' omonmisizlar? Ko'rib qo'yganingizdek, qo'shni O'zbekiston Respublikasidan ustozimiz Oybek akamiz tashrif buyuribdilar. Ularning tashrifidan boshimiz osmonga yetdi. Bu kishining fikrlarini eshitib ko'ring. Oybek aka, do'stlarga assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sonlari yaxshimi? Bugun shu kelgan akamiz yigit bilan tanishib qoldik. O'zining kanali bor, tanishdi. Kuzatib boraman lekin siz kanalingizda. Rahmat. Yaxshi, men ham ko'raman deb o'ylamagandim. Bitta qisqadan ekansizlar. Ha, bizlar bir qisqa. Yaxshi. Kanallaringga omad. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'linglar, like bosinglar. Xullas zo'r deydi. Afg'oniston borada fikrlangiz. Afg'onistonda ko'p joylarda bo'ldik. Yaxshi. Balxga bordim. Qunduzga bordim. Hamma joyda tarixiy joylar bor. Tomosha qiladigan, hordiq chiqaradigan, ko'rib ma'naviy oziq oladigan joylarga borib, hamma joyini ziyorat qilib keldim. Endi bu yerdaman, ertaga Mozor Sharifga borish niyatim bor. Ustozimiz Oybek akaning gaplarini eshitdingiz. Inshaalloh keling, sizlar ham mehmon qilamiz. Afg'oniston keling. Boshimiz ko'kka yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Asrlaringiz xayrli bo'lsin.